Usta chaqirmasdan mebelni joyini almashtirdik. Bu biz o'ylaganchalik qiyin emas ekan. Yakshanba kuni Insta oilamiz 5000 tadan o'tgani uchun qizimni qo'lidan shirin saftirk yedik. Xuddi bizga o'xshab mebel joyini almashtirish qiyin yoki usta chaqirish kerak deydigan oilalar uchun qadamma-qadam video olib qo'ymoqchi edim. Ish jarayoni tezlashib ketgani va uголокni doim u yoqdan bu yoqqa surib turganimiz uchun kamerani bir joyga qo'yib qo'ya olmadim. 1 soatdan sal ko'proq vaqtda mebelni yangi joyiga almashtirib qo'ydik. Tagida qolib ketgan eski obойni yechib shpaklovkaga tayyorladik. Bu devorga ham chiziqli dizayndan foydalanamiz va Pinterestga ideya uchun kirdik. Agar sizga ham yoqqan bo'lsa, Pinterestga yozsangiz har xil ideyalarni chiqarib berar ekan. Xuddi rasmdagidek qilib skochlarni devorga yopishtirib oldik. Bu devor uzunroq bo'lgani uchun qalinroq skochdan foydalandik. Telefonimni qo'limda ko'tarib yurganimning sababi bo'lsa, shtativim sinib qolgan. Devor tugatganimizdan keyin turmush o'rtog'im uni ham to'g'rilab berdi. Devor tekislash jarayonida yarmiga kelganda shpaklovka tugab qoldi va turmush o'rtog'im uni olib kelish uchun ko'chaga chiqib ketdi. Bu safar men yordamchi rolida bo'ldim. Uni olib kel, buni qo'yib tur, unga qarab tur, ishlarni qildim. Shunaqa bo'lsa ham eng sevimli jarayonimni o'zim bajardim. Oxirgi natijasi qiziq bo'lsa, kuzatishda davom eting. Uni o'tkazib yubormaslik uchun bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying.